Barchangizga assalomu alaykum. Traktor bozor kanalining obunachilari va biz kuzatib turgan tomoshabinlar akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan T25 traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning sostoyaniyasi yaxshi holatda yurib turibdi deya ma'lumot berishgan. Qo'shimcha holatda agregatlari ham bor ekan, svarka qiladi. Texnikamiz 4 ta ballonlari ham yangi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan texnikamizning nomeri yangi. O'zimiz nomimizda deya aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz Samarqandda, narxi esa 40 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Akalar, ushbu ekranda ko'rib turgan ikkita telechka sotuvga qo'yilgan. Ushbu telechkalarimiz soz holatda, hech qanaqa kamchilik, rasxodlari yo'q. Ballonlari ham yaxshi holatda deya aytib o'tishmoqdalar. Telechkalarimizni bemalol olib o'zingiz ishingizda qo'shishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan telechkalaringizni donasini 20 million so'mdan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu telechkadan ikkita sotuvga qo'yilgan. Kimgadir qiziq bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Hoziroq o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu telechkalarimiz manzili Samarqandda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktor so'ragan akalarimiz uchun. Ushbu ekranda ko'rib turgan T25 traktorimiz sotiladi. Traktorimiz yurib turibdi deya ma'lumot berishganlar. Ushbu texnikamizning korobkasi yaqinda remont bo'lgan, motorlari moy yemaydi. Texnikamiz yangi akkumulyator, yangi stator, chisel, plug dokumentlari ham bor ekan. Ushbu texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi esa 50 million so'm, yana o'zmoz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ-80 so'ragan akalarimiz uchun. Ushbu ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Traktorimiz qiziqqanlar bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz kraskasi radnoy holatda, hamma yeri ishlab turibdi, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Narxi 35 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Akalar, kommentariyaga qarasangiz Telegram kanalimizni qoldirganmiz. O'sha Telegram kanalimizga ham o'tib, u yerda ham boshqa xil turdagi bo'lgan texnikalarni tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga o'tib ham qo'shilib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz soz holatda, hech qanaqa rasxod va kamchiliklari yo'q deya ma'lumot berishganlar. Texnikamizni plugi, planeri bilan qo'shib sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning narxi esa 110 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Xorazm viloyatida turibdi. Bemalol akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari sizga batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib berishadi. Eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotish imkoniyatiga egasiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80X traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz stator, gidravlika, hamma generatorlari, radiatorlari, hamma narsasi yangi holatda, ballonlari 90% deb aytib o'tishmoqdalar. Holati zo'r holatda, narxi esa 49 million so'm, yana kelishadigan joyi bor, manzil Sirdaryoda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egalarning raqamlarini kommentariyada qoldirganmiz. Ekranda ham ushbu raqamlar ko'rinib turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 1523 traktorimiz sotiladi. Ushbu traktorimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamiz soz holatda, orqa ballonlari 90% deya ma'lumot berishganlar. Texnikamizni olasiz, haydaysiz, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Ushbu texnikamizning narxi 200 million so'm, yana kelishadigan joyi bor, manzil Jizzaxda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, texnikani egasining raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keng sotiladigan texnikamiz o'tgan safargi dasturimizda juda ham ko'p T40 traktor so'ragan akalarimiz bor ekan. Ushbu texnikamiz sizlar uchun akalar. T40 va Class Markent press-podvorshkimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada deb ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamiz ishlatib ko'rsatiladi. Xohlasangiz o'zingiz kelib ishlatib ko'rib, olib ketishingiz mumkin deya ma'lumot berishganlar. Hamma joyi ishlaydi. Traktorning dokumentlari ham bor ekan. Narxi komplekt holatda 13 ming dollar, yana kelishadigan joyi bor, manzil Buxoroda. Marhamat ko'ring, agar o'zingizga ma'qul kelsa, akamizga bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham T40 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada. Hech qanaqa kamchilik va rasxodlari yo'q, bemalol olib haydashingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxi esa 30 million so'm, yana kelishadigan joyi bor, manzil Andijonda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, texnikani egalarining raqamini ekranda qoldirganmiz. Batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin.
Akalar, o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi dasturlarimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz ham T40 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz soz holatda, motorlari yog' yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning rullari gidravlika, balonlari 80%, vomlari ishlaydigan texnikamiz komplekt holatda sotiladi. Komplektiga dukkisi bor. Ushbu texnikamiz $4300 so'rashmoqda. Yana o'zimiz kelishadigan joyi bor, manzil Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat, akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham T40 traktori bo'lib, ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Hech qanaqa kamchilik, rasxodlari yo'q. Texnikamizni bemalol bo'lib ko'rib, hamma yerni tekshirib sotib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamizga garantiyasi bor deb ma'lumot berishganlar. Texnikamizning narxi esa 35 million so'm. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, 99lik kodi bilan 454 4511 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz srochno sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning akkumulyator statorlari hammasi bor deya ma'lumot qoldirishganlar. Texnikamiz joyida zavod bo'ladi. Balonlari 15x5 razmerda ishlab turgan texnika. Gidravlika rullari, liftlari ham yaxshi holatda turibdi. Hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Texnikamizning narxi esa 15 million so'm. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat, batafsil ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirib Telegram kanalimizga o'tib ham boshqa xil texnikalarni ham kuzatishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekrandagi ko'rib turgan traktorimiz srochno sotuvga qo'yilgan. Traktorimiz yuradi, puskachida deya ma'lumot qoldirishganlar. Ushbu texnikamiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida ekan. Texnikamiz hamma yeri soz holatda, plugi bor, plugi bilan birga qo'shib sotiladi. Ushbu texnikamizning narxi esa 22 million so'm. Yana kelishamiz deb qo'ygan ekanlar. Ushbu texnikamiz 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa TTZ80.10 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda. Srochno sotuvga qo'yilgan, dokumentlari joyida, 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Qora motor, o'zim Rossiyadan ham olib kelib qo'yganman deya ma'lumot qoldirishganlar. Texnikamizning qolgan ma'lumotlarini esa akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu traktorimizning narxi 25 million so'm. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, so'nggi texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan TTZ traktorimiz srochno sotuvga qo'yilgan. Texnikamizning balonlari yaxshi holatda. Qishda ham hammasi soz holatda ishlaganida, bundan keyin ham soz holatda ishlaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning motorida aybi yo'q, faqatgina olish kerak, minish kerak. Ushbu texnikamizning narxini esa 30 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning manzilini Samarqandda deb qoldirishganlar. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlarini akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Akalar, shu bilan biz xayrlashamiz. Ertangi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.